Diyora, Voy, assalomu alaykum. Keldingizmi? Uzilmasam bo'lmagan egasiga uxlab qolman. Hozir ovqat tayyorlab beraman. yo, ovora bo'lma. Sen yotib damingni olgin. Ovqatdan xavotir olma, men o'zim qo'g'laman, xo'pmi? Yotaver. Onasi, u kiyim kerak emas, mana dazmollangani bor ekan, shuni kiyaveraman. Hammasini o'zingiz qilyapsiz. Hech bo'lmasa shuni qilib qo'ying. Bo'pti, yaxshi o'tir. Na, doringni ichib olgin. Hech tuzalib ketdimmi? Onamlarnikiga borib davolanib kelsammikan? Qachon ota-onangnikiga boraman desang, yodamaganman bilasan. Nima dard orttirgan bo'lsang, meni ro'zg'orimda men tufayli orttirding. Ayoli kasal bo'lib qolganda bor ota-onangnikiga davolanib kel deydigan erkaklardan emasman. Ota-onangnikiga borma demayman, boraver, faqat o'ynab kulib borib kelganda, ularga o'zingni kasalligini bildirmagan. Sen u xonadondan chiqib ketgansan. Endi menikisan. Muammolaring ham, dardlaring ham meniki.